ko'rgan u qanday qilib siya oladi? Unda og'ir bo'ladida, ozgina bo'lsa uyaladi-da undaqa qizlarda. U endi birovni tagida yotib, inqillab yotgan payti qanday qilib siya yoradi? Qanday qilib Raslabitsa qilib sivoradi, sidirib olib sikkamisiz shunaqa? Onasini sasiga u ayollarni siydiki, birovga yomon sassiq chiqadi-ku. Qanday qilib buni sivolmasa qatdan bilasiz ayollar siydigi sassuvligini? O qanjaloq, men ayollarni hojatxonasiga yaqinlashib, hojatxona mana qara, mana bitta mo'jizkoy, jenskoy. Shunda ayollarni hojatxonasiga yaqinlashib, sidiklarini ish keladi. Mo'jizkoyda yo'q, onasiga yo'q. Siz shularni hammasini ko'rib, poylab o'tirasizmi, murshkoy jenskiylarni hidini? Bu dalba, qo'ygochi, ertaga o'ynaymiz. O'la mazam yo'q hozir. Yo'q, endi o'tiramiz, gaplashib. Davay, qara, o'laman, temperaturam chiqib yotibdi. Temperaturingizga qo'tog'im, yomon gapirmayapman-ku, gapirib o'tir, xalatingizga qo'tog'im sizni, jigaring, xalatingizga qo'tog'im. O'tirimiz gaplashib ketmayman, qiz nima deyapti? Boydan liftga chiqaman deb. Billa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Gulchopa tuzimisiz? Billa, 1 soatdan beri ko'sti tashiyman. Hoppa, bir so'man tortdim chiqmadingiz-ku? Yozsam desam o'qiy olmaysiz. Oxiri jahlimni chiqib shunaqa statuslar tashladim. Nima buncha buni qilyapsiz siz Gulchopa? Hozir menda nimaga qoni qo'yapti? Hozir. Nima buni buncha qiynayapsiz? Men sizga отчет topshirmayman, mana qarang, tushing. Hozir. Men sizga отчет topshirmayman, men bu bilan nimaga men gaplashib o'tiribman. Asalim, bizga xalaqit bermasin hech kim. Muhabbat, rahmat. Eshitdingizmi? Sigiz qistasa hovliga chiqsangiz telefon bilan chiqing, oldingizda o'tirim. O'tgan safar tishdingizku o'tiribjalla. Qani qizil ishtoningiz? Boring, chiqib sidingiz o'tirib. Ishton ko'rsataymi? Ishton ko'rsataymi? O'rdinglar o'tgan safar tishdib olayotgan telefonni.